Assalomu alaykum. AK Media kanalimizga xush kelibsiz. Agar bizning kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videomizga like bosib qo'yishni unutmang. Bugungi video rolikimiz Yo'lruxsor Tohirjonova haqida. Yo'lruxsor Tohirjonova 2005-yil 12-noyabrda Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanida tavallud topgan va keyinchalik esa Ellikqal'a va To'rtko'l tumanlariga ko'chishgan. Hozirda esa To'rtko'l tumanida istiqomat qiladi. Yo'lruxsor Tohirjonova O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti 3-bosqich talabasi hisoblanadi. Yo'lruxsor Tohirjonova ilk rolini Qodirxon serialida ijro etgan. Quyida u rol o'ynagan film va seriallar: Deydi shamol, Qimorda yutilgan sevgi, Chimildiq ko'rmagan kuyov, Sevgimiz uchun, Keragimsan, Qiz ovchilari, Izlaganim, Sarvinoz, Vafodorim, O'gay yurak va Dacha filmlari, seriallari: Qodirxon, Kechir, So'nggi bor yoxud Kechir 2 va hozirda Majruh sevgi serial va boshqa seriallarda rollar ijro qilib kelmoqda. Yo'lruxsor Tohirjonova aytadiki, men o'zi kichkina paytimdan xohlaganman aktrisa bo'lishni. Lekin buvimla aytardim, bizni oiladan san'atkor chiqmagan. Ruxsat bermaymiz senga aktrisa bo'lishingni deb, shuning uchun men juda qo'rqqanman. Nisbatan yaqin deb san'at jurnalistikasiga o'qishga topshirganman. Keyin 1 yil shu jurnalistikada o'qidim. Media sohasida ishladim. Ancha ishlarni qilib ko'rdim. Keyin dadamga aytdim. Dada, yo'q, bo'lmayapti. Boshqa sohada o'zimni ko'rmayapman. Menga taklif tushyapti. Bitta rol o'ynab ko'ray dedim. Ular ham prosta qiziqish bo'lsa kerak, bitta o'ynab qolib ketadi deb o'ylashgan. Lekin meni maqsadim to'liq shu sohaga kirib ketish edi. Xudoga shukr, kasting orqali kirib keldim va keyinchalik o'zlari ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib chaqirishni boshlashdi. Muxlislarimga beradigan maslahatlarim: doim o'zinglarni yaxshi ko'rgan ishinglarni qilinglar. O'zinglar sevgan odam bilan birga bo'linglar. Chunki umringlar bir joyga borgan paytida men shu ishni qilib ko'rmabman deb afsuslanmaysizlar va o'zlaringiz sevgan inson bilan baxtli hayot kechirasizlar deb o'ylayman. Shuning bilan bugungi video rolikimiz tugadi. Videomiz sizga manzur bo'lgan bo'lsa, videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Yana keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.